Hop, meni mavzuyim induksion счетчигida, ya'ni uylarda elektr tokini, sarfini o'sha hisoblab turadigan qurilma hisoblanadi. Ya'ni uyimizda doim biz elektr tokidan foydalanamiz va hozirgi kunda har bir kilovat uchun biz 600 so'mdan pul to'laymiz. Va bu elektr tokini hisoblab turish uchun biz uylarimizda, xonadonlarda induksion счетчик deb ataluvchi qurilmadan foydalanamiz. Endi bu induksion счетчик ya'ni elektr tokini o'lchaydi, kilovatlarda o'lchaydi. Biz o'sha uylarda hozir bundan zamonaviyroq yoki boshqa kompaniyalardan boshqa o'sha ishlab chiqaruvchi nimalarniki har xil chiqadi. Hammasi bir xil emas, har xil bo'ladi. Endi masalan uyimizga starbadan tok kelganda birinchisi toqlari birinchi va uchinchiga ulanadi va iste'molchiga, ya'ni xonadonlarga esa ikkinchi va to'rtinchi o'sha liniyalarga simlarni ulab tok tarqatiladi. Endi bu stendda o'sha uyimizda ishlatiladigan, ko'proq ishlatiladigan iste'molchilarni namuna sifatida keltirilgan. Ya'ni bu yerda lampochkalar bizda ko'proq parallel ulanadi xonadonlarda, chunki parallel ulanishining sababi bitta lampochka kuyib qoladigan bo'lsa, ikkinchi lampochka ham ishlaveradi. Agar ketma-ket ulaydigan bo'lsak, bitta lampochka kuyib qolgandan keyin boshqa lampochkalarga, boshqa tok manbalariga, iste'molchilarga tok bormay qoladi. Shuning uchun ko'proq uyimizda biz o'sha parallel ulangan lampochkalardan foydalanib ishlatamiz. Keyingisi qo'ng'iroqlar, masalan, o'sha uyimizda o'sha chaqirish uchun foydalanadigan qo'ng'iroqmiz yoki maktabda ishlatiladigan qo'ng'iroqlardan ham foydalanadi. Bular hammasi tokda iste'mol qilganligi uchun iste'molchi deb hisoblanadi. Ya'ni bu yoqda yuqoridagi hamma iste'molchilar, bular hammasi 220 voltli tokda, ya'ni kuchlanishda ishlaydi. Hozir ishlatib beramiz. Hop, mana bu parallel ulanadigan lampochkalar, ya'ni mana bittasi kuyib qolgan bo'lsa, ikkinchisi ishlayapti. Bunisi esa o'sha ketma-ket ulanadigan lampochkalarni misol keltirsak bo'ladi. Keyingisi mana bu o'sha uylarda ko'proq ishlatamiz. Keyingisi esa maktablarda ko'proq ishlatamiz. Bularning hammasi toklarni iste'mol qiladi va qancha tok iste'mol qilganini bu yerda induksion счетчик o'zlari hisoblab turadi. Endi bu yerda esa kuchlanish va tok kuchini o'lchab turuvchi voltmetr va ampermetr moslamalari ulangan. Keyingilarda esa bu pastimizda esa o'sha 12 voltli tokda ishlaydigan moslamalar keltirilgan va bu yerda transformator bor. Transformatorning vazifasi esa 220 voltga kelayotgan tokni boshqa 12 voltli iste'molchilarga moslashtirib, ya'ni 12 voltga o'zgartirib beradi. Unda bu iste'molchilar kuyib qolish ehtimoli ko'p bo'ladi. Bu yerda ham parallel ulangan lampochkalar va ketma-ket ulangan lampochkalar keltirib o'tilgan. Bobur qattiq chiqib ketgan buni. Yo'ldan bu yoqqa olib bergan. Kichkina ventilyatorlardan foydalanishimiz mumkin yoki bu ventilyatorning kattasini bu yerga o'rnatib 220 voltli ishlagan ventilyatorlardan foydalanamiz. Ya'ni mana bu yerda ham 12 voltli o'sha toklarni kuchlanishini va tok kuchini o'lchaydigan voltmetr va ampermetrlar keltirilgan. Bularni o'sha tok kuchi va kuchlanishda o'zgarishlarni ko'rsatib beriladi. Kecha kelgan bo'yingiz yetadimi? Bu o'tgan yil ham yasanadi. Qarang, mana bu tomonda unovni ishlayapti. Qo'ng'iroqda, to'g'rimi? Qo'ng'iroq ishlayapti. Pastda hozir mana toklar ishlamay qoldi, qo'linglarni ushlayapti. Xavfsizlik qanchalik? Bir soat 220 tok turibdimi? Ha, pastda 12 voltli, tepada 220 voltli. Qo'linglarni Bu qo'ng'iroq unaqa tokni o'tkazmaydi hozir nisbatan. Bularda ham hozir ushlaydigan bo'lsak, masalan, unaqa temirlarga qo'lim tekkizganim yo'q. Masalan, plastmassa joylariga tekkizsak, unaqa tok o'tmaydi. Keyin o'sha ehtiyotkorlik sifatida buni orqasi ham berkitib qo'yilgan. Buni orqasida ham o'sha toklar ulangan. Masalan, maktablarda men buni ko'rgazma sifatida kecha ko'rsatdim. Shuning uchun o'sha bolalar tegib, qo'li tegib tegmasligi uchun, o'sha tok tortmasligi uchun orqasi yopib qo'yilgan. Unda mana ko'rsatsam bo'ladi. Tokka tok bo'lmaydi. Alt tomonni bir joyni ushlab olsa tok chiqadi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Buni himoyalangan, to'g'rimi? Ha, masalan, maktablarda bemalol ko'rgazma sifatida ko'rsatib, bolalar xavfsizligi ta'minlangan. Shuning uchun orqasi ham yopib qo'yilgan. Unda ochiq sifatida ham toklarni, simlarni qanaqa ulanganini ko'rsatish ham mumkin. Bu taraf ozgina ochiq qoldirilgan. Orqasini olib qo'yiladigan qilsa ham bo'ladi?
Ha, bo'ladi. Chunki ulanganni qaysi qanday ulanganini ko'rsatish mumkin bo'ladi, to'g'rimi shunday? Bo'ladi, bo'ladi. Shuni aniq ko'rinadigan o'rq stiklo qo'ysak yaxshi bo'lardi. Ko'rinadigan o'rq stiklo. O'quvchilarga ko'rsatib. O'rq stekloda qotirib qo'yganingizdan keyin qaysidir to'ki hozirgi mana chiqib ketib ishlamay qolsa, u yana uni olish kerak, yana qo'yish kerak bo'ladi. Ochib yopiladigan bo'lsa, unda anaqa bo'ladi. Xohlagan paytini ochib to'g'rilab, yana yopib qo'yish mumkin bo'ladi. Savollar bormi? Kim qatida sizlarning fikringlarga mushtoq qizlar, kamchiligimizni to'g'rilab, hal qilib qo'yaylik. Kecha bu qizimiz bilan ustoz mana YouTube kanaliga joylab qo'ydik. Maktabga borib mana Rayhonga yozib qo'ydim mana. Kecha 9 minut demak mana ustoz YouTube kanaliga joylashtirib qo'ydik. Silkalari bilan hal qilsa demak mana bular qizimiz bu yerda doklad qiladilar. Maktabda amaliyotda butun malakaviy ishida agar modelini o'quvchilarga yoki sizlarga, sizlar ham foydadan qolmas shunaqa modellar